Mana hozir guruhimiz bilan birgalikda Zulqulayfa masjidi miqot chegarasiga yetib keldik. To'g'ri kelyapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Bu joyga tushgandan keyin chiqqan mashina, ya'ni avtobus bo'ladimi, yengil mashina bo'ladimi, albatta raqamlariga hushyor bo'lib qo'yamiz. Sababi bu yerda mashinalar hamda avtobuslar juda ham ko'p. Shuning uchun adashib qolishimiz mumkin. Har doim kirayotgan, chiqayotgan joylarimizni raqamlariga e'tibor berib qo'yamiz. Mana hozir istayankamiz, birinchi raqamli istayanka. Xuddi shunga o'xshab masjidning ichiga kirib ketayotganimizda ham eshiklarga raqamlar qo'yib qo'yadi. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom eting. Yana ham ichkarilarini ham bir qator ko'rsatib, tushuntirishlar beramiz. Mana aytganimizdek, masjidlarning tepasiga har bir eshikni ustiga ayollarning rasmi, agar ayollarda eshigi bo'ladigan bo'lsa, raqamlarini yozib qo'yadi. Mana erkaklar kiradigan eshigimizning tepasiga mana rasmlar qo'yib qo'ygan. Mana aytganimdek, tepasida erkaklarning rasmi. Mana shu joydan kirib, agar ehrom bog'lamaganlar bo'lsa, tahorat yo'qlar. Mana shu joyga tahoratga kirib, tahoratini olib chiqsa bo'ladi. Hamma sharoit bor. Mana qanday uğrash kerakligigacha rasmlarni chiqarib qo'ygan. Hozir Ramazon, hozir mavsumning yangi boshi bo'lganligi sababli odam ancha kam. Qolgan paytlarda bu yerlar to'ldir odam bo'ladi. Mana kelishingiz mumkin, tahorat olish imkoniyatlar. Xuddi shu har bir hammomni, ya'ni tualetning ichida hammomi bor. Ana shu joyda bemalol g'usl qilib, ehrom bog'lab chiqishga sharoitlar bor inshaalloh. Mana masjidga ham yetib keldik. Ikkinchi raqamdan kiryapmiz. Iloji boricha kartochkalaringizni qo'lingizga olinglar, sababi qaytayotganda bu eshikdan chiqmasligingiz mumkin. Xo'p, mana masjidga kirib keldik. Masjidda 2 rakat nafl namoz o'qiymiz-da. Mana shu o'tirgan joyimizda umrani niyat qilamiz. Ya'ni niyati Allohumma inni uridul umratan fayassirha li va taqabbal minni deb niyat qilib chiqamiz.